endi zalga qarab ketyapmiz. Mana universitetni ko'rsatib qo'yamizgina. Oyoq ishlaydigan kunimiz. Bu yerda ustozlarnikimi shunaqa nimasi bo'lyapti. Tanish bola bor ekan, ijolat bo'lyapti videoga olgani. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hammaga xayrli kun. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun birinchi katta video kanaldagi sizlarga bugun zalga chiqyapman. Universitetimiz zalini ko'rsatib beraman. Hozir mana shu peshobdan o'tib olamiz. Bu Teguda biz universitet. Teguda Yongjin Chongdaekyo deyiladi. Yongjin universiteti. Hozir universitetga chiqib ketyapman. Zalga ungacha universitet kutubxonasiga ham kirib chiqamiz. Kompyuterda bitta qiladigan ishim bor edi. Sizlar bilan birga. Hop, mana universitetimizga ketaverish yo'limiz. Shunaqa universitet yaqin, universitetning yonida. Kelib qoldik universitetga. Mana TS Pyeonijong deyiladi. Eshitgan bo'lsanglar kerak. Koreyada shunaqa Pyeonijonglar juda ko'p. Mana universitet parkovka qilinadigan joy. Hozir qish bo'lgani uchun mana tarafda umuman barq yo'q. Mana shu universitetimiz kutubxonasi. Mana shu bino. Tog'on nima deyapti, qanday biladi. O'tib olish kerak. Mashinaga kelyapti. Evet, universitette nimasi kofe shop bor, kafesi. Shu universitetni nimasi kutubxonasi. Universitet juda katta emas. Hozir mana kirib chiqamiz. Kutubxona 3 etajlik. Bu yer kompyuterli zal, 2-etaj, 3-etaj kitob oladigan, dars qiladigan joylar. Kutubxonada ichkarida videoga ololmadim. Odamlarga xalaqit bergim kelmadi. Kutubxonadan chiqdik, endi zalga qarab ketyapmiz. Mana universitetni ko'rsatib qo'yamizgina. Bahorda ancha chiroyli bo'lib ketadi mana shu yo'lak, ayniqsa gullar, daraxtlar gullaganda. Bu yerda stadion bor-u, ming afsus, stadion qumlik bo'lgani uchun ming afsus emas. U yerdan anaqa avtoparkovka sifatida foydalanishadi, cho'chajang deydi. Shunaqa shunga biz faqat ichkarida zalda futbol o'ynay olamiz. Keyin yonimizda maktablar ko'p. Shu yerdagi stadionlarga borib bemalol o'ynasa bo'ladi. Hech kim sen nima qilyapsan bu yerda deb so'kmaydi, gapirmaydi. Shunaqa gaplar. Mana shu universitetda zali shuni pastida. Odamlar kelib qoldi. Iloji boricha ko'rsatishga harakat qilyapman. O'zi bir alohida bir video qilib universitetni ko'rsatsam bo'lar ekan. Unaqa katta emas. Bemalol hamma joyiga kirib chiqib, hamma joyga kirib chiqa olmayman.
asosiy joylarga kirib chiqib video qilsam yarim soatda tugatib qo'ysam kerak. Xo'p, xullas bugun oyoq ishlaydigan kunimiz, oyoqqa ishlaydigan kunimiz, ancha shevada shunaqa deyiladi. Kelib oldik azaliga. Akalar iloji boricha anaqa tabiiyroq bo'lishga harakat qilyapman videoda. Endi hali qo'pollikka yo'ymaysizlar. Shunga boricha o'zimni ko'rsatishga harakat qilyapman. Yillarda tennis musobaqa emas, u qanaqa trenirovkalar bo'lyapti. Hozir siz ko'rsataman. Suv olayman. Kullerdan suv olsam. Hop, ketdik. Bu yerda stol tennislar ham bor. Bemalol o'ynasak bo'ladi. Bu yerda ustozlarnikimi shunaqa nimasi bo'lyapti. Videoga olmay qo'yaveray. Juda yoqtirmasligi mumkin, bilmadim. Zalimiz, akalar. Tashqaridan ko'rsatay. Mashitga qo'yib qo'ysam. Nima bu? Qo'yib. Disiplina birinchi o'rinda. Disiplina. Oltinga teng narsani gapiryapman. Постоянство, har doimlik, muntazamlik teshib o'tadi motivatsiyani. Har kuni bir xillik, zaibal yo'q qilish kerak. Yemaman, yo'q qilish kerak. Uyqum kelyapti, yo'q, tungi daras bor qilish kerak. Mana shu qilur, oxirgacha o'sha omaddan desan, ko'tagansan, zaibal qilding. Keyin uning nizmaga o'tib keyin beradi. Hozir ayolni orqasiga ham ishlab bo'ldim. Qiz bilan kelib borildi, videoga ololmadim. Shu qizlar umuman kelmasa-da. Bu universitetga bo'lgani uchun qizlar ham bemalol kelsa bo'ladi-da. Endi akalar, misol, kulguliroq ko'rinishi mumkin. Mashitda ishlaymiz. Ayog'ini ochib, yopib nima qiladi. Orqada qiz bor ekan videoga. Akalar, xullas iloji boricha videoga olishga harakat qildim. Qizlar kelib qoldi. Shunga ba'zi joylarni ololmay qoldim. Zalimiz qisqacha shunday kiriladi. Mana shu yerda futbol ham o'ynasa bo'ladi, basketbol ham o'ynasa bo'ladi. Ichkari jim, hojatxona, bu yerda qullar. Bu yerda tennis ham o'ynaymiz. Tennis o'ynasak ham bo'ladi. Qizlar kelib qolsa odam juda hijolat bo'ladi. Bu общий nima bo'lgani uchun qizlar bilan birga ishlashga to'g'ri keladi, lekin qizlar kam keladi, Xudoga shukr. Shunaqa gaplar. Uncha maza qilmadim, tirnoqdan ko'nglim to'lmadi. 5 ta yopiladigan edi. Shunga bitta ikkita mashq qolib ketdi. Mayli. Keyingi safar ertaroq chiqamizda.
Qisqacha shu akalar, bizni zalimiz yaxshi sharoitlar bor, xudoga shukur. Birov bir so'm olmaydi bu yerda shug'ullanganimizga. Mana shu yerda shug'ullanib ham yaxshi rezultat qilsa bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishib qolamiz. Xudo xolisa, sog' bo'linglar. Yoqqan bo'lsa like bosasizlar.